Assalomu alaykum. Men Durdiyev Nurali Yarashovich, Neomed kardio klinikasi reanimatsiya bo'limida vrach-reanimatolog anesteziyolog lavozimida ishlayman. 10-yanvar sanasida bizning Neomed kardio klinikasi reanimatsiya bo'limiga bemorimizga tez tibbiy yordam ko'rsatilib, bemorning hayoti qutqarib qolingan va birlamchi yakuniy tashxisimiz bemorda uzoq yillar davomida oyoqlarda varikoz, chuqur venalarda varikoz kengaymalar bo'lgan va trombozlar aniqlangan. Bemor bee'tibor bo'lgan va o'zini shifokoriga murojaat qilmagan. Buning natijasida tromblar yuqoriga ko'tarilib, o'pka arteriyalarga tiqilib qolgan va o'pka arteriyalarida tromboemboliya diagnozi bilan angiopulmonografiya qilish tavsiya qilindi va angiopulmonografiya qilinayotgan paytda selektivni tromblarni eritadigan maxsus dorimiz orqali alteplaza bilan eritish tavsiya qilindi selektivni. Operatsiya muolajalaridan keyin bemorimizning ahvoli hozirda qoniqarli, o'zini yaxshi his qilyapti. Yaqin kunlarda bemorimizni uyiga ruxsat beramiz. Sizda ham xuddi shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga Neomed kardio klinikasiga murojaat qilishingizni so'raymiz. O'zingizni va yaqinlaringizning sog'ligiga e'tiborli bo'ling.